Smartfon brendlarini aytaman, o'ziga yoqqanini va kuchlisini tanlaysiz. Redmi yoki Realme, Redmi bo'la qolsa. Tecno yoki Huawei, Tecno. Xiaomi yoki da Google Pixel, Xiaomi. Samsung yoki Nothing Phone, Samsung. iPhone yoki ZTE, iPhone. Oppo yoki Vivo, Oppo bo'la qolsa. Infinix yoki Meizu, Infinix. Honor yoki OnePlus. Honor. Yaxshi, chorak finalga o'tamiz. Redmi yoki Tecno, Redmi. Xiaomi yoki Samsung, Xiaomi bo'la qolsin. Samsungda oxirgi paytda unaqa zo'r yengillik ko'rmadim, faqat ichki qismida. iPhone yoki Oppo, iPhone конечно. Infinix yoki Honor. Honor. Yarim final. Redmi yoki Xiaomi, Endi Xiaomi kuchliroq. iPhone yoki Honor. iPhone. Finalga yetib keldik. Xiaomi yoki iPhone. iPhone'da endi ko'rdinglar, unaqa oxirgisi yengillik bo'ldi, lekin Xiaomi 17 juda ham zo'r chiqdi, shuning uchun Xiaomi. Bu shunchaki menga yoqqan smartfonlar. O'zingizga yoqqan versiyalarni bemalol sizlar kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Shu aytgan smartfonlarimning barchasini naqd yoki muddatli to'lovga boshlang'ich to'lovsiz bemalol OpenShopdan xarid qilib olsanglar bo'ladi.